Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu safargi videolarimiz krossovkalar haqida bo'ladi. Krossovkalarimiz korishneviga oq podbor qilingan. Juda chiroyli krossovka, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Xo'p. Ikkinchi krossovkamiz ham Xitoyniki. Ko'proq Xitoy krossovkalari haqida ma'lumot beramiz bugun. Xitoy krossovkalari podojlari yupqa, qalin bo'lishidan qat'iy nazar ko'proq quyma chiqqan. Oyoqda ham juda chiroyli va ixcham turadi. Mana Boss firmasidan krossovka. Juda chiroyli krossovkalar. Buni ko'kka qora qilib, ko'proq siniy qilib ishlagan, podojlari oq. Yengilligi juda yengil. Xo'p, ko'proq podojlarga hozir seriulardan foydalanishyapti. Pok aralashgan o'sha yengil materialdan foydalanishyapti. Seri svet ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kachtavalari juda chiroyli. Men однотомный kiyaman deganlar uchun yaxshi maslahat bo'ladi. Birma-bir ko'rsatib o'tiraman. Mana bog'siz ishlangan varianti bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli ishlagan. Xo'p. Mana oqqa qora ishlangan varianti. Qoraga oq qilingan varianti. Mana qizil palasasi ham bor ekan. Oyoqda juda chiroyli turadi. Bog'lari ham rezinkali bog'. Baylash neti shart emas. Shunchaki shuni kiyib ketasiz, bo'ldi. Narxi deb olishingiz mumkin. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Bu ham yuqoridagi siniyga podbor qilingan krossovka ekan. Kachistvalari yaxshi, holatlari ham zo'r. Bularda deyarli hammasi quyma. Hurmatli obunachilar. Xo'p, oqqa qora ishlangan bog'li ekan bu. Ayni vaqt uchun juda yaxshi krossovka. Telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu qoraga seriyada podbor qilingan ekan. Juda chiroyli krossovka. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmayman. Xo'p, mana shu yerda barcha turgan krossovkalar 165 ming so'mdan qilib beraveramiz. Dastavka xizmatlarimiz bor. Samarqand deysizmi, Buxoro deysizmi, qaysi viloyatga bo'lishidan qat'iy nazar dastavkasini chiqarib yuboraveramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumanida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.